Rayyona ismining ma'nosi. Rayyona ismining ma'nosi turli madaniyatlarda farq qilishi mumkin, lekin asosan arabcha va turkchadan kelib chiqqan. Arabcha shakli Rayyona nomi yashil, porloq yoki nurli degan ma'nolarni anglatadi. Ba'zi manbalarda bu nom yashil, go'zal joy yoki o'zgacha chiroyli degan ma'nolarda ham keladi. Turkchada esa Rayyona nomi chiroyli yoki mashhur degan ma'nolarni anglatishi mumkin. Bu ismlar ko'pincha go'zallik, yorqinlik va o'ziga xoslikni ifoda etadi.